Yo, sizlar bilan shu ko'rimli shortslarda shorts katta video faqat Neymar shunaqalarga kirib ketgan sherzda bu videomizda obloshkasidan ham ko'rganmisiz kerak. Isakka mana shu o'yinda Isakka sotganligidan mana boshida ko'rsatdik. Isakka 91 millionga sotdi. Bunga nomzodlar bor degani. Endi boshqa nomzodlar tavsiya. Mana Isakka 91 millionga sotdi. 15-raqam oldi. Mana 132 o'yinda 147 gol urgan. Isak 91 million. Birinchi o'yinda hat-trik qildi bu. Ben keyin buni oldim. Az qo'shdimi. 28-yili bu. Ammo nohari sostav. Ammo Transport bor. Shunga raqam berib qo'ydik, endi oldim. Necha pulga oldim? 9 millionga oldim. 8,5 million. 8,5 millionga 80 bor ekan. Jeremy Jackie bor. Mashina ham arenda erkin bor. Bom. Yan Diamande bor, mashina sotgan. Birinchisi Real futbol. Men Liverpool yaxshi ko'raman, keyin anaqa degan. Men Chelsea yaxshi ko'raman, keyin Manchester City yaxshi ko'raman. Endi Real yaxshi ko'raman. Realga o'tib ketdi. Victor Munoz Liverpoolda. Kenan Yıldız. Liverpool'da Manchester City'dan Liverpool'ga. Manchester City'dan Liverpool 42 milyon yotdi. Gurey erken agent bo'ldi. Chelsea'dan erken agent manga o'tdi. Yomon Rodrigo Gomez tanisizlar. Wolverhamptonda tanimagan uchun. Mana Wolverhamptonda 11 million sotganman. 100 hozir 30 million. Hozir 30 million 11 million 100 sotganman. Fofana. Malik Fofana ha. Bu 19 gol. Manchester City'dan 41,5 millionga sotib olganman. Leandro Trossard erken agent Arsenaldan Ibizaga o'tdi. Bossbek Fayzullayev host kayfiyati yo'q. Chunki tushunmayman chunki. Mana hozir ko'rsataman. Besh shahardan 7 million 7,5 millionga sotganman. Neymar Junior 17 oylik shartnoma. Shuni shartnomasi uzaytirib qo'ydik. To'xtaylar. Bandagi shartnomasi uzayganmi? Voy, bandagi shart uzaymabdi. 2 million qilamiz. 300 million boradi. 300 million bersa. Bo'ldi. 300 million shartnomasi. Neymar Junior ko'rsatmoqchimiz. Neymar bilan shartnomani yana Chile uzaytiramiz. 80 million deyapti, lekin biz kayfiyatga 79 million beramiz. Neymar Romadan 14,5 millionga Santos Romaga o'tibdi 14,5 millionga. Keyin men buni 6 million 800 ga sotib oldim Romadan. Birinchi Roma bilan o'ynadim. Omada ko'p qoldim. Buni arzonga oldim. Shuningdek buni arzonga oldim mana. 11 millionga oldim. Voy, bir kont qazordim. Shalom.
kimdan olganim? Asosan shu dedi. Hop. Men buni erkin agent qilib olganda. Zavodni agent. Uy, mashina ham Chelseadan sotib oldim. 6 million sotib. Men kerak bunga. Arendada bo'lgan futbolchilarim. Real Nugumo, mana Real Nugumo, Noni, Patach, Leone, Ris, Mason tanisizlarmi? Robin Ris. Arendaga o'tib ketdi. Mana Lansdan 6,5 million sotib olganman. 7,5 million hosil. Foydadaman dedi. En asosiy tarkib Mamardashvili. Sotganlarni ham ko'rsatdi. Sotganlar. Ana sotib olganlar. Jonesh sotib olganman. Jonesh sotib olganman. Mana 2025-2026 tarkib. 55 million sotib olganman. O'shanda 17 oymi kam muddatli shartnoma soldi. Arzonga sotib olishgan o'shani. Dizere Duve sotib olganman. 72 million, 72 million sotib olganman. 88. Kurtva sotib olganman. Sotib olganman. Ha. 17,5 million. 17 million sotib olganman. Necha pul olganman? 43,500 olganman. Asi 2025-2026 yil. 43,5 million. Jetli 18 yoshli yosh. Endi hozir 21 yoshli. Buni ham hozir ko'rsatdim. Emas. Kunduzligida 12 million sotganman. Mana sotib olganlarim. McAllister. O jahon chempionatini Uchmatov 87 million sotib olganman Arsenalga. Alexis McAllister. Otam endi faoliyatini o'zgartirib ketdi. Alisson Becker. 7 oylik shartnomasi qoldi. Ashuni ham zaproska qo'yish kerak. Mana 25 million 500 5 million 500 sotib olganman. Interga. Bek. Manga yomon tushgandi mashina. Alla qiladiganlar. 2000 dan kamroq sotibman. Gomez bo'lmaydi. Crystal Palace, Andrea Robertson, Isaac Allan, Isaac. Mana asosiy tarkibim mana. Brown olganman. Asosiy tarkib. Not parsida holi. Shunga ham 9 minut ketdi hozir. Mana shunda Milosh Kerkez bor. Alex Varela va Jonesh. Mateus Nunes ham zo'r pul olganman. Varela. Mateus Fernandes. To'raman. 11 million olganman. Qimmat olganman. Qimmatmi, arzon olganman. Buni erkan qilib olganman Milandan. Nico Gonzalez. Erkan qilib olganman. Juventusdan. Chiesa. Tramma 6 haftalik tramma. Bortmund arendada o'ynab keldi bu Bortmund.
Nasıl koştu? Bana bort mu? Tarın gibi. Tarın şuna. İki tek yani 9 rival bizde. Böyle birinci oyunu ketdik. Hop 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 hop. 30'uncuda ya ikinci oyunumuz var. Van Dijk ben 2030. Ne da tamam. Hadi geliniz. Birinci fevral. Birinci. Otaqa birinci fevral. En yaxshi o'yinchi. O bizaniki yo'q ekan. Biz birinchi o'rinni ketamiz. O'tgan yil ham hozir to'puraldi. Isakka o'tib o'tgan yil ham Isak to'puraldi oladi. Bu yil sotardi. Milosh Kerkez 37,5 million bo'lgan. Paydo etram oldu. Bilemez gibi. Ha birinchi o'yinimiz. Ya to'xtab shunisi yapalım. Transport birlikte. Yanında benden çıkın. Aman haklı. O Kenan Yıldız çıkıyor. Malik Fofana var. Ama bu sabah var. Yine anlatıyor. Anlatıyor. Evet. Nasıl? Kadar bak. Nasıl falan ya. Hop, ben çok bilmiyorum. Hop, nanti Brown mah. Lagi Miloš Kerkez. Miloš Kerkez sama. Hop, böyle hop, sana fırçamız. Böyle Conor Bradley. Rolf genç varsa. Neymar. Bon. Ben oradan dolaşım gerek ama. Hazır. Kalan biraz. Hazır. Aşırı ağır zaman oldu. Sesini işte başka. Hadi anlaşmamızı. Anlaşmamızı. Yeniden benim yapma. Fazla haklı var. Fotoğrafı mı? Hop. Buldum. Alex Fofana bilan Kenan Yıldız. Yangi transferlarimiz var. Yıldız. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Statistik arayla statistik. İyi. Lambo. Yıkası farklı. Yukarıdan yapsanız Trafford birinci debüt oynuyor. Trafford. Turnuva yapıyor. Karıştırıyorum şimdi. Az yazım atmış ya. Az yazım atacağız. Aşağı. Evet. Şimdi içine şeyle.
Bilmayman, qo'ygan Potsdam. Kenan Yıldız bor. Ana xizmatdosh. Fofana bor, Malik Fofana, Malikmidan edi. Ikki Bradley, Neymar Junior, Neymar, Jet Li, o'yinchilari. Mavani Dortmund'da ama APL'da ikinci divizyondan çıkan kulüp futbolcusu yani. Sigaraydı. Öyle göz öyle geçmesin. İstedim ben de yani. Sana kaç kulüp gelmesin. Yok. Yukarı satını da böyle değil mi? 91 milyon. Yüzünü hafif edin. 125 milyon satalım. Ne bu? Yani 5 milyon satalım. Evet. Birinchi mavsum olmasa o'zi Liverpoolga olmasa esa kal murabbiylik qilolmaydi kal. Bu yil Rallo keldi, Antoni Rallo keldi, boshqargan Dortmundda eski murabbiy Antoni Rallo. Bu kuchli murabbiy deb eshitganman. Bu yil chempion bo'lamiz. Liverpool bu yil chempion bo'lsa kerak. Chempionlar ligasida 7 ta qo'ysa kerak bu yil. Zo'r bo'lardi agar 7 ta qo'ysa. 7 ta qo'ysa zo'r bo'lardi. Nima bilan tenglashyapti? Nima bilan? 9-1 bor. Wow. Ikkita o'yin yetmasa. Keyingi videolarda zo'r o'yin. Bundan tashqari yana trennerda trener bo'lasizda yani filmda Brentford Zlatan gol urilmadi ham. Boshqa sakson ming. Сохранить почту. О, попон 45. Ивент 40. Motorash. Он tornaysa samador. O'zingga kerak lekin. Sizlar bilan she'r bo'ldi. Bugungi video tanishtiruv shunaqa bo'ldi. Biz ular bilan transferlarni bitta o'ynab gol ochmadi lekin. Yani Germaniya bosh murabbiyi ham Germaniya yo'li shunaqa ekanda, bittasi millatlar. Bittasi shunaqa ekan, bittasi klub ekan, bittasi oddiy. Adashib ketaman gaplarni. Birinchi video 1 yildan beri birinchi video olishim. Adashib ketaman. Sizlar bilan she'r bo'ldi. Xayrli
Bo'pti. Bo'pti, Ko'rishguncha, ko'rishganda ko'rishguncha. ko'rishguncha, Xayr. xayr.